Siz bilan Vodiy Zarafshon obuna bo'ling. Assalomu alaykum aziz muxlis. Ekranda ko'rib turgan insoningiz Gulira'm Qosimova, maktab direktori. Bo'lib turib haydalgan inson O'zbekiston prezidenti va u kishining qizlari Saida Mirzoyevaga murojaat qildi. Aziz muxlis, kanalimizga yo'qsa albatta like va podpiskani bosing. Eng dolzarb videolar mana birinchi bizda bo'ladi. Rossiyaga safar qilmoqchimisiz? Unda safaringizni biz bilan boshlang. Biz Tojikistonning Sarazm jamoati Chimqo'rg'on qishlog'i Panjakent tumanidan Rossiyaning o'nlab shaharlariga qulay va xavfsiz avtobus reyslarini taklif qilamiz. Diqqat qiling, safarimiz Samarqand orqali amalga oshiriladi. Siz uchun barcha sharoitlar muhayyo. Bepul Wi-Fi va telefon uchun USB quvvatlash portlari, salqin konditsioner va yumshoq qulay o'rindiqlar. Biz bilan quyidagi shaharlarga xavfsiz yetib oling. Har hafta seshanba va juma kunlari Olmaota, Astana, Qaraganda, Chelyabinsk, Yekaterinburg, Orenburg, Kurgan, Tumen va Surgut. Shuningdek, Samara, Nijniy Novgorod, Moskva va Qazon. Novosibirsk yo'nalishiga har 2 kunda bir marta reys mavjud. Dushanba va payshanba kunlari Krasnodar va Krasnoyarsk shaharlariga qatnovlar amalga oshiriladi. Shoshiling, joyingizni oldindan band qiling. Ekranda ko'rsatilgan telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling. Mustafoyev Musulmon, sifatli xizmat, omadli safar. Ushbu murojaatim O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga hamda o'z o'rnida administratsiya rahbari Saida Shavkatovnaga. Murojaat qilib chiqishdan avval hamisha mana 1 oy vaqt bo'ldi ishdan bo'shaganimga. Hamisha buni oldini olish uchun barcha tashkilotlarga murojaat qilib ko'raman. Internetga murojaat qilib chiqishdan oldin barcha imkoniyatlar, barcha yo'l yo'riqlarni izlab ko'raman. Va eng oxirida noiloj qolgandan keyin internet tarmog'iga yana ovozimni yetkazdirish uchun murojaat qilishga majbur bo'laman. Murojaatimda mazmuni shundan iboratki, kuni kecha adashmasam prezidentimizda 34-sonli farmoni chiqdi. Unda ayollar va bolalarning haq-huquqlariga murosasiz kurashishlarini, ularga nisbatan bo'ladigan zo'ravonlik, tazyiqlarning oldi olinishi haqida yozilgan ekan. Ushbu narsani ko'rib o'z o'rnida xursand bo'ldim va bir narsa meni ta'jubga soldi. Prezidentimiz ayollar haq-huquqlari va bolalar haq-huquqlariga murosasiz kurashilayotgan bir vaqtida nima uchun bizning davlatda Abror Abdazimov degan inson bemalol nimani internetda o'zini qo'shxotinligini ko'rsatib namoyon qilib turib chiqadi va hech narsadan qo'rqmaydi. Vaholanki bizning davlatda unga ham nima bor edi, cheklov bor edi. Undan keyin mana 2 oydirki tinimsiz meni sha'nimni qoralashga bo'lgan faol harakatini to'xtatmayapti. Men bilan agar nimadir gapi bo'lsa, telefonda gaplashing desangiz gaplasholmaydida, chatda ayollar bilan tinimsiz to'xtovsiz nimalarnidir muhokama qilib yuradi. Bundan tashqari, bu odamning bashoratlari aksariyat holatda to'g'ri chiqadi. Qaysidir og'alarimi bilmayman, kimlar yetkazdiradi bu odamga bilmayman, lekin Sirojiddin media masalasida 1.5 oy oldin aytgan edi. O'sha daniyalik odam ham aytgan edi, keyin meni masalamda aytgan edi, ishdan bo'shaydi degan edi. Vaholanki aynan shu holatlar uni bashoratidan to'g'ri chiqadi. Men haligacha tushuna olmayman. Yo men o'qigan konstitutsiya boshqacha, yo bu amalda bir boshqacha holatlar ketyapti, hurmatli prezident. Agar ahamiyat beradigan bo'lsangiz, jarayon juda yaxshi tomonga o'zgarmayapti. Bu siz aytyapsiz, ayollarga tazyiq qilma, zo'ravonlik qilma, buni agar qarshingda men turaman degan so'zlarni ko'rsatyapsiz. Lekin ochiqdan ochiq sizni siyosatingizga qarshi Abror Abdazimov chiqadi, xohlagan joyida, xohlagan gapini gapiryapti, xohlasa haqorat qiladi. Uni so'zlarini men keltirmayman. Internetda to'lib turibdi uni so'zlari. Xohlasa provokatsiya qilyapti va yaqinlarim yaqinda ham aytishyapti, shunaqa 5-kunimi avgustda, nimada, aprelda
chiqishibdi, nima bu ayolni hech yerda ishlatmanglar, bu ayolni hech yerga ishga qo'ymanglar. Nimaga? Nima uchun? Nimaga men o'z haq huquqimni so'rab chiqadigan bo'lsam, qaysidir bitta odam provokatsiya qilib, bu narsaga cheklov o'rnatadi. U kim u? Nimaga sizni siyosatingizga ochiqdan ochiq qarshilik ko'rsatyapti? Nimaga u hech narsadan qo'rqmayapti? Kimdir unga qo'rqma, biz orqangdamiz, gapiraver, shu ayolni badnom qilib bersang bo'ldi, deb unga dalda berib turibdimi? Kimdir qaysidir bir yashirin kuchlar bormi uning orqasida? Nimaga bunga chora ko'rilmaydi? O'z o'rnida o'sha vaqtda 6-mart kuni nimaga menga buyruq chiqarildi xizmat tekshiruvi bo'yicha 6-mart asos qilib mahkum hozirdagi o'sha Hajayev sobiq nachalnikda arizasini asos qilishdi. Men o'z o'rnimda hayron bo'ldim. Nimaga axir jabrlanuvchini haq huquqlarini davlat himoya qiladi deyilgan-u. Qanday bu odamning arizasiga asosan menga xizmat tekshiruvi tayinlaysizlar? Dedimda, xo'p dedim, indamadim. Ular xizmat tekshiruvini o'tkazdirishdi. 10-11-kuni 14 nafar ishchi guruh meni maktabimda tekshirishdi va yakun qilib 13-kunimikin yakun qilishdi. 11-kungi oxirgi tekshiruv bo'ldi va dalolatnomani tuzib ketishdi. Undan keyin 17-kuni viloyat boshqarmasidan kadr keldi va tumandagi rahbarim bilan aytdiki, biz seni vaqtincha ishdan olib turishimiz kerak, topshiriq bo'ldi. Qanaqa topshiriq bo'ldi desam, Doliyevga Xayrilla Hayitboyevich topshiriq berdi, bu qizni ishdan olib turinglar deb aytdi. 2 soat tortishuvlar, nimalardan keyin dalolatnomalarni mana biz nima qilmaymiz. U yerda xizmat tekshiruvida ofitsialni meni holatimdan birorta kamchilik aniqlanmadi. Men nimadir yeb qo'yganim, nimadir olib qo'yganim, nimagadir bir xatolikka yo'l qo'yganim aniqlanmadi. To'garaklar, kundalik kun bir nimalardan xatoliklar chiqdi. Uni tan olish kerak. Lekin aynan meni yo'nalishimga oid siz qoralaydigan bir korrupsion yo boshqa holatlarga yo'l qo'yilmaganlik holati aniqlandi. Undan keyin ular oxiri aytishyaptiki, yo'q, bu narsaga bizni kuchimiz yetmaydi, ishdan bo'shab tur, 2 oycha bir zamdirektor bo'lib ishlab turasan deyildi. Xo'p dedim. Ularga noiloj ko'ndim. Chunki meni boshqa yo'lim yo'q. Endi men o'zimni sistemam bilan sudlashmayman-ku. Xo'p dedim, ularga qo'l qo'yib berdim, aytgan hujjatlariga yozib beradigan hujjatlarni yozib berdim. Undan keyin hayit oraga tushdi. Hayitdan keyin aytibman, shunaqa qaysi joyga ishga borishim kerak? Sentrga qo'yilishim kerak edi. U yerdan yana aytilyapti, yo'q, Doliyevga aytilibdi, bu yerga ishlamaysan ekan, boshqa joyga qo'yib turamiz. Boshqa joyga qo'yilib turib, yana Doliyevga aytilibdi, qo'yilmaysan ekan. Menda 2ta diplomim bor. Ikkinchi diplom maktabgacha ta'limga to'g'ri keladi. Maktabgacha ta'limdan ish o'rni bo'sh bo'ldi. U yerga o'tib turaymikan degan maqsad bo'ldi. Unga ham bu yerdan tavsiyanoma berildi viloyatga. Viloyatga yana aytayapti, yo'q, bu qizga tavsiyanoma bermay turinglar. Bizga ruxsat berilmayapti. Kim ruxsat bermayapti Doliyevga? Kim yopiq majlis qilyapti? Kim Xayrilla Hayitboyevichga aytayapti? Men shuni tushunmayapman. Har holda siz Aziz Toshpo'latov bunday ishlarda ortida turmagan bo'lsangiz kerak. Axir bitta ayolda eri kasalligida, 3 ta bolasi borligida ro'zg'origa to'siq qo'yib, ertadan keyin siz ham buni o'ylashni o'ylasangiz kerak. Siz bo'lmasangiz kerak. Lekin menga qiziq, kim turibdi buning orqasida? Kim meni ishsiz o'tirishimdan manfaatdor? Mana 1 oydan oshdi. 1 oygacha sabr qildim. 1 oygacha hech yerga murojaat qilmadim mana bunaqangi qilib internetga chiqib. Lekin tegishli tashkilotlarga hammasiga aytdim. Shunaqa men ishsiz qolishim mumkin emas hozirgi holatda. Kim nima degan taqdirda ham deb murojaat qilsam, hammasi hozircha ojizligini bildiryapti. Lekin meni bitta savol qiziqtiryaptiki, prezidentimiz ayollar haq huquqlari deb turganda kim bu insonga shunchalik ishonch beryaptiki, u odam bemalol qo'rqmasdan o'zini qo'shxotirligini internetga olib chiqib, bemalol namoyon qila oladi va aynan internet tarmog'ida bir ayolni tinimsiz obro'sizlantira oladi. Bemalol haqorat qilyapti. Bemalol bu buzuqda ishlatmanglar deb provokatsiya qilyapti. Kim haq huquq beryapti u odamga? Keyin aytishyaptiki, nimani 2 ta odamni nohaq qamatvordi debdi Abror Abdazimov. Uni urgani, yechintirgani tasdiqlanmabdi. Voy, baraka topgur. Men biror marta nachalnik bilan o'rinbosar meni urib yechintirdi demaganman. Sudyalar to'g'ri aytdi. Ularda xatti-harakatida bu holat yo'q. Qolgan 9 tasini ham 4 tasini aytib kelganman shu paytgacha. Nomini sanab kelganman. Agar urmagan bo'lsa, bitta ekspertiza eskitib bergan, bitta ekspertiza o'sha kunga to'g'ri keladi bergan. Qani o'sha tan jarohat o'zlari sizdirgan videoda? Yechintirmagan bo'lsa, qani boshidan oxirigacha tezkor tadbirda videosi? Yo'q-u, hech yerdan topib berisha olmayapti-yu.
Qani ularda isboti? Voy, bitta uchastkovoyga ham tuhmat qila olmaysiz hozirgi davrda. Bitta uchastkovoyga. Biz hozir nachalnik bilan o'rinbosar haqida gaplashyapmiz. Yoki men ularda aytmaganman, jertva qilib beringlar menga demaganman, to'g'rimi Aziz Ikromov? Siz hali boshqa joyga ketganingiz bilan hayotsiz-ku. Siz oldingiz 27-avgustda bo'lgan, aprelda bo'lganman. Kechirasizlar, avgustda bo'lganman. Sentyabrda jinoiy ish qo'zg'atilgan. Shunda sizga uchrashdim Aziz Ikromov. Men bular jertva qilib beringlar demaganman. Hujjatlardagi xatoligi uchun javobgar bo'lyapti. Shu o'rinda ham Jasur Rasulovga ba'zan bir o'ylab qolaman, shu bolani shu Hajayev qurbon qiyordi. Hech bo'lmasa oxirgi daqiqada ham bir og'iz aytmadiki, "Voy, men tashkillovdim, bu bolani javobgar qilmanglar. Men aytganman, men aytmasam qo'l qo'ymaydi" demadi-ku. Deyalamadi-ku. Endi Aziz nimani Akmal Hajayevni ulug'laydigan o'sha sobiq nachalnik haqida ba'zi birlarga gapim. Sizlar Adolat degan platforma bor, sud tizimini. O'shani kirib ko'ringlar. 2023-yili Hajayev tumanga rahbar bo'lib kelgan. 2021-yili mayda bezorilikni ko'rsam 311 ta odam mayda bezorilik bo'yicha javobgar bo'lgan ekan. 311 ta odam shu nima ishi sudda ko'rilgan ekan. Endi 2024-yilga kelib Hajayevning xodimlari rahbarini ovozini internetda tarqatishdi. Xodimlari deyishimga sabab, chunki yig'ilishdagi ovoz tarqalyapti, u yerda begona odam bo'lmaydi. Va u ovozni eshitadigan bo'lsangiz, qayerdan bo'lsa ham 183 topib kel degan ovozni eshitasiz. Juda ham so'kinib, xunuk holatda Otabek Jo'rayevning kanalida turibdi ovozi. Shunaqangi qilib Eltos tarmog'iga tashlashadi, aytadi, bu odam mana shunaqa noqonuniy topshiriqlar beryapti. Qayerdan bo'lsa ham topib kel deyapti. Ba'zan protokol qilish kerak. Nima yaqinlaringga bo'lsa ham protokol qil deyapti degan narsalarni yozishadi. Va o'sha yili 2024-yil ahamiyat bering. 2021-yili mayda bezorilik bo'yicha 311 ta odam deyish sudda ko'rilgan bo'lsa, Furqat tumanida. Aynan shu Hajayevning ovozi tarqatilgan yili 1274 ta odam deyish ko'rilyapti. 1274 ta odamdi. Bu degani 1274 ta odamni o'sha 183 topib kel degani uchun topib kelinganmi? Yoki agar bunday oladigan bo'lsangiz, bu Hajayev davrida hamma erkalab ketganmi, mayda bezorilik ko'payib ketganmi va o'sha platformaga kirib ko'radigan bo'lsam, ichida ko'rinyaptiki, militsiya xodimining qonuniy talabini bajarmaganlik, militsiya xodimining qonuniy talabidan bosh tortganlik holatida ayblanyapti. Va qiziq jihatini aytib o'taman, 2025-yili 2-aprelda, ya'ni biz voqeadan 15 kun oldin yana xodimlar internet tarmog'iga chiqib, Furqat tumanida tizim deb nomlangan zulm deb nima qilib yozishyapti sarlavha ostida. U yerda ko'plab vajlar keltirilyapti. O'sha yuqorida tanishi bor, kim bir nima desa ishni olib tashlayapti, noqonuniy topshiriqlar ko'payib ketyapti. O'sha Ramazon oyida ba'zan o'zimiz yaqinlarimizga nima protokol tuzishga majbur bo'lyapmiz, xuddiki yaqinda dayda topib kel deganda. Shunaqangi holatlar juda ham bizda avj olib ketdi shu davrda. Keyin ular aytayapti, bizni hozirgi holatimiz jinoiy bir o'rganishni talab qiladi. Buni ko'rib chiqish kerak yuqoridagilar deb yana Eltosga murojaat qilib chiqqan xodimlar. Va 2025-yil 17-aprelda bizni haligi voqeamiz bo'lyapti va aynan 2025-yilda intizomiy choraga tortilyapti. Eng qizig'i shuncha jinoyatchilik oshib, shuncha norozichilik bo'lgan 2024da adashmasam, nima bitta advokat kanalida ko'rdim. Tashlab berishdi uni ham. Yozgan ekan, eng yaxshi ichki ishlar boshlig'i degan faxriyorlikmi nima bilandir taqdirlangan ekan. Keyin endiki atrofimdagi blogerlarga katta atak ketayotganini hamma ko'rib turibdi, uni bilib turibdi va aytishyaptiki, blogerlar noto'g'ri yoritgan, bu qizni qilgan tuhmatlarga ishongan. Voy, men tuhmat qilayotgan bo'lsam, bitta tizim meni qo'yib qo'ymaydi. Tizim meni qo'yib qo'ymaydi. Men tuhmat qilayotgan bo'lsam. Agar ularda meni o'sha tan jarohatim eski degan narsa tasdig'i bo'lganda yoki to'liq tezkor tadbirda videosi bo'lganda meni allaqachon borib javobgar qilardim bular. Men qachondan beri aytyapman, beringlar menga o'sha narsani. Keyin endi bunday olib qaraydigan bo'lsangiz, xo'p, blogerlarda ayblayapsizlar. Lekin o'sha payt ahamiyat bersangiz, Zokir Almatov ham munosabat bildirib chiqishgan-ku. Zokir Almatovni yaxshi taniymiz. Necha yillik o'sha ichki ishlar vazirligining bitta ustuni hisoblanadi u kishi. U kishi o'zidan o'zi yugurib chiqib munosabat bildiradigan inson emaslar.
Ular oldin obdon vaziyatni o'rganib, "Voy, nima deyapti bu qiz chiqib olib internetga? Olib kel hujjatingni. Nima bo'lgan o'zi?" Podrobno o'rgangandan keyin internetga chiqib rasmiy munosabat bildiradigan inson u odam. U odam yolg'onchi emas. Bu xodimlar ishda bo'lmagan ertasidan keyin yana gapini to'g'rilab oladigan bir qaysidir matbuot kotiblariga o'xshagan emas u odam. Men misol shaxsan hurmat qilaman. Ancha yildan beri kuzataman u insonni. Nimaga u insonni ayblamayapsizlar? U odam bo'lib ham ichkaridagi odam edi-ku. Qanday o'zini tizimidagi nimaga tuhmat qilishi mumkin? Aynan o'sha odamni gapini ham eslaysizlarmi? Bunday rahbarlarda qaysidir yo'llar bilan bunday tizimga kelib qolgan deb hisoblayman degan edi. O'z o'rnida. Sirojiddin media haqida menga juda ham ko'plab yo'q, bu inson haqida gapirmaysan, munosabat bildirmaysan deganlar bo'lyapti. Qaysidir ma'noda o'sha ishim ham olindi, boshqa ham bo'ldi. Men hozir hayrondaman. Menimcha yo'qotadigan narsam ham qolmayapti borgan sari. Sirojiddin mediani qoralashga shoshilmang. Sirojiddin mediani agar men o'zimni shaxsiy fikrimda aytadigan bo'lsam, juda ham halol, og'ir bosiq, yaxshi inson edi. Juda ham halol inson edi, hurmatli prezidentim. Agar bir daqiqa mana shu gaplarimga quloq soling. U inson biror marta bir tamagirlik qilib yo mendan mana shu vaziyatimdan foydalanib 1 so'm so'ragan odam emas yoki atrofimdagi Jahongir To'laganovmi, Otabek Jo'rayev, Hamidov hammalari kimki mana shu holatni yoritgan bo'lsa, birortalari kunuz, birortalari 1 so'm mendan umidvor bo'lmagan. Men ularga pul beradigan vaziyatim ham bo'lmagan. Sirojiddin media halol inson edi. Uni ko'rib bilib turibmiz, hammamiz aqlimiz yetib turibdi nima bo'layotganiga. Lekin bugun qaysidir bitta odam nimadan noxolislik holatidan norozi bo'lib chiqsa, unga ustiga bosim qilib, uni jamiyatdan yulib otib hech yetga bir yo'l yo'rig'iga bir ruxsat berilmasa, qaysidir bloger uni yoritib borsa, bloger nima degan gap? Sizni dardingizni sizga yetkazdiradigan odam. Siz bularni juda ham hurmat qilardingiz-ku. Bularga ishonch bildirgandingiz. Sirojiddin media shu darajada halol insonki, hattoki o'sha keladigan benziniga ham kimlardandir yordam olib, iltimos qilib, nimaga men unga kim edim, qarindoshi ham emas edim-ku. Shu inson hozir nimaga ichkarida o'tirganini ham tushunmayapman, hurmatli prezidentim. Sizdan iltimos, shu vaziyatlarga yordam bering. Bo'ldi, bas qilishsin endi. Hamma ham yashasin hayotida. Yana qaytarib aytaman. Men yo Akmal Hajayev yo Jasur Rasulovni jertva qilib ber demaganman. Men haligacha o'z davoyimda turibman. Ana mazza qilib ishlab yuribdi o'sha odamlar, men davo qilgan odamlarim. Ko'rib turibmiz nima qilib ishlab yurganini. O'sha sud jarayonlarida ham aytdim, ber o'zini aybini o'ziga ber dedim o'sha jarayonlarda ham. Mana men aytganim bo'ldi. 2 ta non olib farzandingni ko'rgani bormaydi shular deganman. Sirojiddin media masalasida ham shaxsan o'zingiz nazoratga olishingizni iltimos qilardim. Hurmatli prezidentim, hurmatli Saida Shavkatovna, ushbu masalalarda agar sizlar nazorat qilmasalaring, borgan sari holat izdan chiqib ketayotgandek meni nazarimda. Borgan sari ayollar haq-huquqlari tobora meni nazdimda. Sizlar meni haq-huquqlarimda himoya qilinishida misol davlatimizda o'rni beqiyos deb bilaman. Xalqimizda o'rni beqiyos deb bilaman. Lekin endilikda men bo'ldi internetga chiqmayman deb to'xtatsam, Abror Abduazimovga Xudo beradi. U hattoki Ramazon oyida ham to'xtamadi. Bu ham Xudodan, o'sha nimadan g'iybatdan tilini tiymay qo'ysa ham bu ham Xudodan. Lekin o'z o'rnida rasmiy murojaat qilamanki, shu insonga chora ko'ringlar. Keyin uni Furqat tumanidagi men murojaat qilib chiqsam ichki ishlarga kiberxavfsizlikka boradi, arizam qaytib kelaveradi. Fevraldagi hali arizalarimga javob berilgan yo'q. U qaytdan u platformalar qanday yopilyapti bilmayman, murojaatda ham o'zining tartibi bor edi. Ishim yuzasidan Doliyevga kim bosim qilyapti, uni ham bilmayman. Men yo Doliyevni yo betdagilar ayblamoqchi emasman. Bizning tizim kichkina tizim. Tan olish kerak. Bizning tizim kichkina tizim. Agar buni ortida kimlardir turgan bo'lsa, maslahatim o'lmanglar. O'lsalaring qiynalasizlar. O'lmanglar, umringlar uzoq bo'lsin, ko'proq yashanglar. Lekin qaysidir blogerni 2 million uchun qamatib, mana chatlarda, qaytlardadir ovozi kelyapti odamlarda. Uymi yurib, ularga bir nima qilib murojaat yig'ib yoki boshqa holatlar haqiqatan bor bo'ladigan bo'lsa, sizlar o'lmanglar, uzoq umr ko'ringlar. Chunki o'lsalaring qiynalib qolasizlar. Yana qaytarib aytaman. Meni holatimga, meni xatti-harakatimga yo yashashimga, yo qaysidir ishga kirishimga Abror Abduazimov fikr bildira oladigan darajada yuridik maqomga ega emas. U inson o'zini bilsin, oilasini bilsin, yaqinlarini bilsin, o'tmishini bilsin.
bolaligini bilsin, ko'p ham meni nima qilib turib yo'limdan chiqmasin. Agar misol mana Respublika Ichki ishlar vaziri sizga murojaat qilay, shu insonni bir qonuniy jihatdan bir chorasini ko'rishingizni so'rayman. Meni holatimdagi ishimga bo'lgan harakatlarda ham Saida Shavkatovni menimcha sizlarga bu ovozim yetib boradi. Internet tarmog'idagilarga ham iltimos qilardimki, kim nima deyishidan qat'iy nazar tagiga belgilab ketinglar. Saida Shavkatovni, Shavkat Miromonovichni belgilab ketinglarki, shu oxu nolalarimiz yetib borsinki u insonlarga. Bizni hozirgi holatimizga tobora cho'ktirishga harakat qilayotgan bir yomon bir hali ortida turgan katta kuchlar o'z bir haliga haddini bilsa yaxshi bo'lar edi. Men agar oshiqcha gapirgan bo'lsam, nimanidir qattiqroq gapirib yuborgan bo'lsam, uzr so'rayman. Yana Abror Abduaziyevga meni gapim, siz aralashgan har bitta ish bir yaxshilik bilan yakun topgan ko'rmaganman shu paytgacha. Agar bizda boshqacha maqsadlar bor edi, bizda boshqacha planlar bor edi, mana sudga ham siz aralashmaganingizda balkim boshqacharoq yakun topishi mumkin edi. Siz qaytgadir aytadi-ku, haligi do'sting nodon bo'lsa, nimasi yaxshi bo'lmaydi natijasi deydi. Siz aralashmang iloji bo'lsa. Sizga men qattiq gapirganim yo'q, bir boshqa bir haligi yomon murojaat bilan chiqqam yo'q. Sizda qangi, sizni g'iybat qilmayapman, to'g'ridan to'g'ri aytayapman. Ichki ishlar vaziriga iltimosimki, agar buni qo'llab-quvvatlovda bir kattaroq bir kuchda qo'li bo'lmasa, bu ham oddiy bir fuqaro bo'lsa, bu inson ham bir hamma qatori inson bo'ladigan bo'lsa, kimga xohlaganiga laqab qo'yib, xohlaganiga xohlagan gapni gapirib chiqmayotgan bo'lsa, bu insonga ham qonunda belgilangan tartibda chora ko'rilishini so'rayman. Va Shavkat Miromonovichni Farg'onaga kelayotganidan juda ham xursandman. Bizni Farg'onamizdagi poyezdga o'ligi tashlangan bolalar o'z joniga qasd qilindi qilib turib, keyin onasini tushida ayon bo'lib, uni kimdir o'ldirib olganligi ayon bo'lyapti. Qo'shiqchilarimiz qo'shiq aytsa, nimaga sen bunaqa qo'shiq aytding deb 5 soatlab ushlab turish holatlari Farg'onada bo'lyapti. O'spirin yigitlar o'z fikrini aytadigan bo'lsa, jinni bu deb jinni xonaga tiqish holati Farg'onada bo'lyapti. Birorta direktor men shunaqa jabr ko'rdim deb chiqsa, aluli uni ishini davlat himoya qiladi, jabrlanuvchining haq-huquqlarini deyilsa-da, mahkumda arizasiga asosan borib bosim qilib turib, uni ishdan olib tashlash holati Farg'onada bo'lyapti. Undan keyin bir hayotimni yo'lga qo'yay, endi ish-pishimni qilay, farzandlarim, oilam, ro'zg'orimni qilay deb harakat qilsa, yana to'siqlar Farg'onada bo'lyapti. Sizni tashrifingizdan juda ham xursandman. Hurmatli prezidentim, agar tashrifingiz chog'ida mana shu bizning viloyatimizga ham konstitutsiyani bir mahkamlab, qonunlarimizni yana bir marotaba eslatib, boshqarma boshlig'im Dolimovga nisbatan bo'ladigan bosimlarga chek qo'yib berib ketsangiz, sizdan yanada minnatdor bo'lardim. Barchangizga rahmat, qo'llab-quvvatlaganlarga ham rahmat. Sirojiddin mediani esa duo qilib turishingizni iltimos qilaman. Juda ham yaxshi inson. Sinovi agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa, yengilligini ham Allohim o'zi bersin. Hammalaringizga rahmat. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.